Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, qadrdon obunachilar, TOFMDF eshiklarini kanal kuzatuvchilari, suymisizlar. Seximizdan video olamiz, xudo xolasa. Xo'p, eshiklarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Eshiklarni ko'rsatib o'tamiz akalar. 800 ming, 1 million narviyada eshiklarni solishtirmaysizlar. Bizda faqat original, eng original sifatli eshiklar bo'ladi, uzoq yillar xizmat qiladigan. Albatta, sifatiga yarasha narxlari ham, xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. Narxlarni ham eshiklarimiz laminatli eshik 1,8 million so'm chiqadi. Podkrashin eshik bu. Krashin eshiklarni fasoni laminat eshikka olib o'tilgan. Krashin eshikni ozonroq variantida tayyor bo'lgan. Narxi ham juda ham yaxshi narxda bo'ladi. Nalishliklari bilan, ustonovkalari bilan, dastavkalar bilan bo'ladi. Bu nalishligi mana bu yerda chaspayi betiga qo'yib mana o'rnatib ustonovkalar qilinadi. Taroqlariga bir-biriga juda ham mos tushadi, xudo xolasa. Xo'p, bu eshikni romi bu Farg'ona viloyati Quva tumaniga ustonovka bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, juda ham sifatli holatda bo'lgan. Bu ham bor bo'yiga ochilishlari bo'lgan. Har xil rangda tayyorlab beramiz. Ko'rishlar mumkin, haytagi eshik, sifatli eshik, bu krashin eshik mana. Ko'rishlar mumkin, juda ham ideal holatda chiqqan. Bular ham korishniy rangda, maloshniy rangda, har xil rangda tayyorlab beramiz. Endi seximizni ichkarilaridan video olamiz akalar. Bizga mana oshxona zamoylar qo'yish jarayonida rezinkalari bilan mana 5 shunday bo'lib tayyor bo'ladi. Zamoylarni tayyorlanyapti, mana qo'yilyapti. Akalar, bu krashinli eshiklarimiz Asakaga, Andijon Asaka tumaniga eshiklarimiz yaqin 1 oy oldin tayyorlab qo'yganmiz. Endi ustonovkaga tayyorlanyapti. Joylari tayyor bas edi. Endi remontlar tugagandan keyin eshiklarni o'rnatishga xudo xolasa tayyorgarlik. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Juda ham tiniq, ideal holatda chiqqan. Krashin eshiklar bu to'rsilo sepilgan. Juda sifatli lok bo'yoq mahsulotlaridan foydalangan holda doimiy apkalatli eshiklarimiz mana chang bo'lgan, уже yaqin 1 oy turdi. Changlarni artib, chiroyli qilib yuklanyapti. Bu Shotlandiya uslubidagi bir qanotlisi. Xo'p, nalichkalari bilan tayyor bo'lib bitgan. Bu to'q rangdagi, to'q mokri rangda plataroqli uslubda juda ham eng oldi fason bo'lib qoldi hozir. Plataroqli uslubdagi eshiklar akalar. Rezinkalar bilan 5 shunday bo'lib yaxshi zamoylarni qo'yilgan. Tayyor bo'lgan. Bu eshiklarimizdan Toshloq tumani, Toshloq o'zini Toshloq shahariga bo'lgan. Loklari ham sifatli, ideal holatda chiqqan, ko'rishlar mumkin. Bu eshigimiz Samarqandga akalar tayyor bo'ldi, bu ham bitgan. Oshxona zamoylar qo'ygan. Buni ham joylari tayyor bo'lsa ekan, tayyor bo'lsa aytamiz deyishdi. Eshiklar tayyorlab qo'yganmiz. Juda ham sifatli qilib sepib, kraskalarni ham ot seriya rangda bo'lgan. Qalinliklari 4,6-4,5 cm qalinlikda. Juda ham og'ir eshiklar, ichlari ham mana to'la holatda bo'lgan, bir xil ovozda. Ichki karkazlariga 70% to'la holatda bitgan eshiklarimiz. Albatta narxiga yarasha. Bu eshiklarimizni ot seriya rangda bo'lgan, tarog'i yo'q, tillasi yo'q fasonda. Narxi 4 million so'mdan bo'lgan. Bez ashka, yonida nalishliklari bor. Dastavkalari bilan birga bo'lgan narxi akalar. Shu eshikni romlari akalar, romlarni ham ko'rinish holati ko'rsatib o'tamiz. Yaqindan mana juda ham tiniq, ideal holatda bo'lgan. Ot seriya rangda. Bu ranglari bilasizlar, padbor bo'ladi. Tayyorlab, rangni xohlagan rangda tabga qarab, aboylarda, patoloylarda rangiga qarab moslab o'zlari tanlashadi yoki tanlashga yordam beramiz. O'zimiz dizayn xizmati ham ichida ketaveradi, xudo xolasa. Bu Shotlandiyani ko'rsatib o'tdi. Mana bir qanotlisi, shuni 2 qanotlisi. Juda ham trend bo'lgan fasonlar Shotlandiya uslubida, oynali fasonda, oynalari bilan o'zimiz ustonovkalarini, dastavkalarni qilib beramiz. Oynalarni qo'yib olib borib beramiz. Voha viloyatlariga, xo'p, Toshkent, Vodiy bo'ylab dastavka ustonovkalari bor. 4 tadan boshlab akalar. Eng asosiysi ishlarimizda, xo'p, birinchi afzallik tomonlaridan ishonchli bo'ladi. Aytgan narxidan narx qo'shilmaydi. Birinchi o'rinda xudo xolasa vaqt sanasida kelishilgan holda olib borib o'rnatib beramiz. Bitirish jarayoni 30 kundan 35 kungacha oralig'ida buyurtmalar qabul qilamiz. Xo'p, akalar, bu tomonda ham bir qanotli eshigimiz bor, tayyor bo'lgan. Toshkentga dovoynoy apkalatli eshigimiz bu ham. Tillasi yo'q, taroqli fasonda bo'lgan. Nalishliklari bilan tayyor bo'lgan nalishliklari ham. Bularda ham remontlar bitmagan ekan, bitirib qo'yganmiz. Yaqin 15 kundan
bo'tni bitganiga mana yaqindan ko'rsatib o'tamiz akalar. Juda ham shikolat, tiniq, ideal holatda chiqqan. Xo'p, akalar, kimga qanaqa rang, fasollar, yangiliklar zarur bo'lsa bemalol yozishlaring mumkin. Mana telefon raqamlarimiz 94 kod bilan 449 4049. Instagram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lasizlar akalar. Bemalol yozaverasizlar. Telegram, WhatsApp, imo doim ishlab turibdi. Yangi fasol ranglarni zarur bo'lsa tashlab beramiz yana. Manzillarimizni tushuntirib o'tamiz, akalar aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshloq tumanida, Zarkentda. Quvaning yo'li Toshloq tumanidan kelish. Quvaga ketiladi, Besko'chani oldida. Svetoforga yetmasdan Yakkatut masjidi yonida joylashgan seximiz. Bemalol kelib ishlarimizni ko'rib buyurtma qilishlari mumkin. Yoki-da bog'lanib buyurtma qilishlari mumkin. Dastavkalarni qilib beramiz. Aytganimizdek, Vodiy Toshkent bo'ylab 4 tadan boshlab dastavkalarimiz bor, ustanovkalarimiz ham bor. Vodiy Toshkentga, Toshkent tumanlariga. Xo'p, voha viloyatlariga dastavkalarni kelishilgan holda albatta uni ham yengilroq qilib yetkazib beramiz. Kuzatishda davom etasizlar akalar. Sifatli MDF beshiromlarni sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.